hozirgi kunda narxiga arziydigan hovlilardan biri deb bemalol aytsam bo'ladi. Yunusobod tumani Kulol mahallasi 12-kvartalda 3 sotuv yer maydoniga qurib bitkazilgan shu Fayzi xonadonimiz sotuvga chiqyapti. Jiloy maydoni 360 kvadrat metr. Darvozadan kirishimiz bilan bemalol hovlimizga ikkita mashina qo'ysa bo'ladi. O'rtada katta zilonli zona, inshaalloh zilonli zonalarni ham bitkazib beriladi. Bu yoq tomonda yozgi oshxonamiz joylashgan, naveslari bilan umumiy hojatxona, podvalga tushish uchun lesnitsalar qoldirilgan, ko'chadan ham bemalol tushsanglar bo'ladi. Qishki oshxonamizda отдельный eshigi bor, yozgi oshxonaga chiqib foydalansanglar bo'ladi. Yaxshi lokatsiya, juda ham zo'r narxga sotilyapti. 3 ta ketma-ket qurilgan, xohlasanglar aka-ukalar yoki o'rtoqlar olmoqchi bo'lsanglar ham ma'qul bo'ladi. Naveslar qilib qo'yilgan, ko'rishingiz mumkin. Meni o'zimga juda ham yoqdi, remontlari yaxshi, narxiga arziydi. Zalimizga отдельный eshik bor, mehmonlar to'g'ridan to'g'ri kirsa bo'ladi. Bu основной paradniy eshigimiz. Uyimizda 6 ta xona, hol va podvalimiz полностью splashnoy qilingan. Eshikdan kirishimiz bilan shunaqa katta hol kutib oladi. Bu yoq tomonga televizor qo'yib, bu yoq tomonga uголок divanli zonalar qo'yib, maza qilib oilaviy o'tirishingiz uchun sharoitlar qilingan. Katta panoramli oynalar qo'yilgan, ko'rishingiz mumkin. Birinchi xonamizga kirishimiz bilan chap qo'lli zalga ikki tomonlama kirsa bo'ladi. Ko'rsatib o'tganimdek, ko'chadan ham eshik qoldirilgan. Zalimizning razmeri keng, bemalol shu yerda mehmonlar kuturasizlar. Remontlar qaranglar, odam ko'zini charchatmaydigan remont qilingan. Eshikdan kirishimiz bilan o'ng qo'limizda stroyning garderob, chap qo'limizda oshxona. Oshxonaning ranglari ham juda ham to'g'ri tanlangan va juda ham qulay tomoni eshik qoldirilgan. Keyingi xonamiz umumiy hojatxona, birinchi qavatga tegishli. Dushovoylari bilan qaranglar. Narxi juda ham zo'r. Videoni oxirigacha ham ko'rsanglar, narxini oxirida aytib o'taman. Inshaalloh sizlarga yoqadi deb o'ylayman narxi. Birinchi qavatga tegishli spalni. Yosh kattalar bo'ladigan bo'lsa ma'qul bo'ladi. Ikkinchi qavatga qiynalib ko'tarib o'tirishmaydi. Hamma xonalarda katta oynalar qoldirilgan. Havo aylanishi, quyosh tushishi hammasi hisobga olingan. Sizlarga uyimizni ikkinchi qavatini ko'rsatib o'taman. Lesnitsadan ikkinchi qavatga ko'tarilishimiz bilan shunaqa visiyachi lyustralar kutib oladi. Uyimizga o'zgacha vid berib turibdi. Chap qo'limizda birinchi xonamiz. Bitta spalni. Razmeri birinchi qavatdagi spalni bilan bir xil. Spalnilarga radiatorlar qo'yilgan, qolgan joylarda полностью cho'pli pol qilingan. Yana bitta spalni. Bu kichkina xonamiz, xohlasanglar kabinet, xohlasanglar bolalar yotoqxonasi qilib qo'ysanglar bo'ladi. Sababi xonalar ko'p. O'rtada umumiy sanuzel, ikkinchi qavatda o'zida 4 ta spalnimiz bor. Keyingi xonamiz master spalni, ichida sanuzel garderob bilan razmeri juda ham katta qilingan. Bu yerda garderob uchun joy, shkaf yasatasizlar, katta shkaf bo'ladi. Ichida sanuzellari bilan va spalnimizning o'zi. Razmerini qaranglar, kattagina bo'lgan. Lokatsiya juda ham yaxshi. Masjid, maktab, bog'cha hammasi shagoy dostupnostda joylashgan. Sizlarga podval qismini ko'rsatib o'taman. Lesnitsadan tushishimiz bilan podvalga kattagina hol kutib oladi. Holni qaranglar, keng qilingan. Televizor qo'yish uchun joylar. Bu yoq tomonni kinoteatr qilsanglar, bu yoq tomonni bolalar o'ynashi uchun igrovaya plashatka qilib qo'ysanglar juda ham ma'qul bo'ladi. Quyosh tushishi uchun panoramni katta romlar qoldirilgan. Bu xonamizda kirish uchun mo'ljallangan xona. Ayollarga maza bo'ladi bu uyda, chunki yozgi oshxona deysizlarmi, qishki oshxona, kirish xonasi hamma qulayliklar qilingan. Bu yoqdan mana ko'chaga chiqib ketadigan lesnitsamizga chiqsa bo'ladi. Bitta xonamizda kotelni, bitta xonamizda bankalar uchun mo'ljallangan xona. Eng qiziq joyiga keldik, narxi. Narxini $350 ming ga narxlayapmiz. Ustida kelsanglar, uyimizga ma'qul bo'lsa, narxi yana kelishiladi. Pastda nomer yozib qoldiraman, bemalol murojaat qilishingiz mumkin.